Obunachilar, mana sizlarga bedalar haqida ma'lumot berib o'tib ketay. Ba'zi dehqonlarga Emiliano va J degan navlarimiz, italyanskiy navlarimiz beda urug'ni sal narxi qimmatroq bo'lishi mumkin. Endi kattaroq gektar ekib turib, misol uchun sal qimmatroq, bizga arzonrog'ini kerak deydiganlar bo'lsa, bizda bor. Turetskiy urug'larimiz bor. Bulardan qolishmaydi. O'ta go'zal, tez o'sadigan, bular ham hammasi ustida kapsulalik urug'ini holati. Bunisi ham kapsulada, bunisi ham kapsulada. Ikkalovini ham narxini kelishtirgan holda qilib beramiz. Bular byudjetniy beda urug'lar, hammasi azotofiksiruvchi bakteriya bilan qoplangan. Bunisi 10 kg, bunisi 25 kg bo'ladi qopda. Bu turetskiy urug'imiz Kaliforniya degan navi, bu turetskiy urug'imiz Mutlu degan navi. Bular haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Telefon raqamlarimizga murojaat qilsanglar va bular haqida nima farqi bor, bu italyanskiy bedalar bilan buni nima farqi borligi haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Narxlariga keladigan bo'lsak, bularning hozirgi paytdagi narxlari 60-70 ming so'm, 90-95 ming so'm kelishtirib beramiz. J italyanskiylarimizning narxi 100 ming, 110 ming, 95 ming shunaqa narxlarda bo'lyapti.